Hem tövendeki bab bomdat namazdan keyin, kun chiqishdan burun, mushu bir ma'lum bir vaqt bor-da, beka vaqt. Mush vaqtlarda namoz o'qisa, bunun namozdagi hukmi qanday bo'ldi deydi. Bu 581 numaralı hadisda İmam Buxoriy rahmetullohi alayhi bizga Hafs ibn Umar hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu kishi deydi bizga Hisham Qatadadan, bu zot Abil Aliyadan. Bu kishi Ibn Abbosdan hadis so'zlab bergan bo'lib, Ibn Abbos radhiyallohu anhu bundoq deydi. Menga bir turlik isil odamlar so'zlab bergan, yoki xabar bergan. Yani guvohlik bergan deymiz, ya'ni xabar bergan, menga bildirgan deydi. Ularning eng isili Ömer ibn Xattob radhiyallohu anhu. Payg'ambar alayhissalatu vassalam quyosh chiqqanga qadar bomdoddan keyin namoz o'qishdan cheklagan. Asrdan keyin namoz o'qishdan cheklagan deydi. Ta quyosh patqanga qadar deydi. Yani bu qoida va hadis. 582 numaralı hadisda İmam Buxoriy rahmetullohi alayhi bizga Musaddad hadis so'zlab bergan. Bu zot dedi bizga Yahya Shu'badan, Shu'ba Qatadadan hadis so'zlab bergan bo'lib, Abil Aliyaning İbn Abbosdan hadis bayon qilganligini anglagan edim. İbn Abbos radhiyallohu anhu mundaq degan. Menga bu hadisni nurg'un odamlar so'zlab bergan dedi. Yuqorqi hadisni. 583 numaralı hadisda İmam Buxoriy rahmetullohi alayhi bizga Musaddad hadis so'zlab bergan bo'lib, Musaddad dedi bizga Yahya ibn Sa'id Hishamdan hadis so'zlab bergan. Hisham dedi menga dadam xabar bergan. Dadisi dedi menga İbn Ömer xabar bergan bu hadisni. İbn Ömer radhiyallohu anhu dedi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunaq degan. Sizlar quyosh petayotganda, quyosh chiqayotganda namoz o'qishni o'ylashmanglar degan. Va bu kishi deydi, menga Ibn Ömer hadis so'zlab bergan bo'lib, kim o? Yani Urvat ibn Zubayr ha? Menga Ibn Ömer hadis so'zlab bergan bo'lib, bu kishi shunaq degan. Janob Rasululloh shunaq degan ekan. Quyoshning qishi chiqsa degan. Yani qishi degani azroq quyosh shunda lapildisa, namozni kechiktiringlar, quyosh ravurs ko'tarilib olsin. Quyoshning qishi passa deydi. Yani quyoshning to'qichining azroq yeri shunaq patqandan keyin namozni kechiktiringlar. Buningga quyosh petavason degan. Yani bu hadisga abda degan kishi ergashgan deydi. Yani bu boshqa muhaddislar bu hadisga ergashgan. Yani boshqa shakllarda, boshqa variant bilan yani rivoyat qilinganda bu. Demak, bu to'g'riliq hadislar nihoyatda ko'p. Endi buniki hukmi nima? Masalan, quyosh mushtaqa shu petayotgan yoki chiqayotgan paytlarda namoz o'qish nima degan vaqtida hukm nima deganda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam buni cheklagan buni aniq qilib cheklagan. Bu hadislarda hamda umuman ilib aytgan vaqtida shu namoz o'qish cheklangan bir qism vaqtlar bor. Bir qism vaqtlar bor. Buni ixcham aytgan vaqtida 3 tafsiliy kirgan vaqtimizda 5 bu. Mesela ixcham 3 holatda namoz o'qish cheklandi. Biri mushtaq shu bomdod namozidan tortib quyosh nehiz bo'yi ko'tarilgan qadar namoz o'qish cheklandi. Ikkinchi kunning toza tushda tiklashgan vaqti bor. Bu vaqtdimi cheklandi. Bu 10 minutdan 5 minutgacha vaqt hamda. Uchinchi asr namozidan keyin kun patqichilik cheklandi. Ma umuman namozdan keyin cheklangan vaqtlari. Ama yana ikki cheklangan vaqtlar bor. Bu inchkirak hamda. Lekin umuman shu 3 vaqtga markazlashgan hamda. Lekin bu namoz o'qish cheklangan umumiy qoida. Bu umumiy qoidalardan ba'zi bir qism istisnoat, yani ayrim ahvollar bor. Bu vaqtlarda namoz o'qish yo'lliq. Birinchidan masalan, bomdod namozidan keyin sunnatni o'rganmabdi imom bilan birga. İmam namozni o'qib bo'lgandan keyin sunnatni o'qisa bo'ldi. Chunki Janob Rasulullohniki bomdod namozidan keyin işte sunnat o'qiganlik haqidagi mazmunlar bor bu jihatda. Chunki Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki ma'lum bir sahobasi bomdod namozidan keyin namoz o'qigan. Janob Rasululloh so'ragan. Bu nima namoz deganda, bomdoddan oldingi namozni o'qimagandim desa, Rasululloh bo'pti degan. Rasululloh buni ma'qullagan buni. Ham tavob mümkün ama mesela əsrini oqib bulab əsrdən keyin tavaf qilgan bolsa Kəbəni, yoki bomdoddan keyin tavaf qilgan bolsa, shu oraliqda kun taxi chiqmagan. Bu vaqtida o tavafdan keyin namozini cho'qim o'qiydi. Uni vaqt qur'oy qilmaydi o vaqtida. Bu tavaf namozini qanday vaqtda o'qsin bo'ldi. Yana birisi bir odam masjidga kiribdi. Masjidga kirgan vaqtida yana
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tayyatul mescid deymiz. Bu namazı qanday vaqt qilib qolsa buni cho'qim o'qish kerak. Bu vaqt bilan munosabat yo'q namozlar. Buning ma'lum bir qilmish harakatlarga bo'ysunadigan namoz. Payg'ambarimiz sizlarning biringlar masjidga kirsa, o'tirishdan burun ishkirga namoz o'qisin dedi Janobi Rasululloh. Bu vaqt bilan munosabat yo'q buniki. Faqat masjidga kirishdan iborat bir harakat bilan munosabat bor. Yana birisi masalan bir qism odamlar namozni unutib qolibdi. Tuniga peshimni o'qidimmi yo asrni o'qidimmi o'qimadim deb. Ma'lum bir ishga o'tgandan keyin namozniki o'qimaganlik esiga kelibdi. Darhol shu vaqtda o'qiydi shu kishi namozni. Esa olgan zamatlar. Shunga o'xshash. Yana birisi masjidga kirsa, imom xonim xutba o'qiyotgan bo'lsa, darhol namoz o'qiydi. Mayli bu vaqt quyosh tiklangan vaqt bo'lsin, qanday bo'lishidan qat'iy nazar, imom xutba o'qiyotgan vaqtda mana bu cho'qim o'qish kerak. Mana shu o'qish tegishli avvallar. 584 hadisda İmam Buxoriy rahmetullohi alayhi bizga Ubayd ibn İsmail hadis so'zlab bergan deydi. Bu kishi deydi, Abu Usamadan hadis so'zlab berganda İmam Buxoriyga. Abu Usama Ubaydullohdan, Ubaydulloh Hubayb ibn Abdurrahmondan. Hubayb ibn Abdurrahmon Hafs ibn Asimdan. Bu zot Abu Hurayra radhiyallohu anhudan so'zlab bergan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ikki xil savdodan, ikki xil kiyim kiyish shaklidan, ikki xil namoz holatidan cheklagan. Demak, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu yerda bir ma'lum bir ibodat qismi, ma'lum bir ijtimoiy turmush qismi, ma'lum bir savdo iqtisodiy turini chekladida. İki namazdan cheklagan deganda masalan bomdod namozdan keyin namoz o'qishdan cheklagan quyosh to chiqqan qadar. Asrdan keyin namoz o'qishdan cheklagan quyosh patgan qadar. Ya'ni biri sammo ihtibo deydigan bir kiyimni cheklagan. Sammo degan kiyim ma'lum bir shu raxni yo'ginib bilan qo'llarini chiqarolmaydigan bir kiyimda yo'gilib bilan bog'lab qo'ygan o'xshash. Qo'lni chiqaray desimi yoki ma'lum bir mudofaa qilib o'zini bir qo'g'day desimi qo'lni chiqara olmaydigan holatda. Ruku sajdaladimi odam qiyomni ko'targan vaqtida qo'llarini harakatlantirdi. Shunday vaqtlarda harakatlantirib bo'lmaydi. Mana shunday kiyimni chektirgan. Ya'ni biri ihtibo deydi. Ihtibo deganimiz u birla kiyimga yo'ginib olgan, lekin avratda ichilib qoladigan. Ama qarsa avratda ichilib qoladigan kiyimda. Men buni da chektirgan. Avratda osmonga ko'tarilib qolgan deydi. Bunda degani o'tna o'tdagan vaqtida shu avratda chiqib qolgan, ko'rinib qolgan. Ya'ni biri munobaza va mulomisa savdo turidan chektirgan. Munobaza, mulomisa degan, masalan mulomisa degan bir odam men kiyimimni masalan kiyimimga men bir-biriga qarmaylar. Men kiyimni men sana sataman, sen menga kiyimingni satsa, tutqunimizni hisoblaydi. Ko'maylam, tutqan shu qo'lga chiqqanni. Mesela her xil kiyimler bakında mesela. Bu vaqtida bu durus olmaydi dedi. Belki 10 ko'ylak nep qilishi mumkin, mayli 100 yevalikni nep qilishi mumkin, ya 10 dollarlikni yoki 100 dollarlikni. Buningda bir xil saxtapazlik bo'lishi ehtimoli bor. Ammo bir tür, bir xil, bir rang, bir shakl olib qolsa, uni yo'l bilakan. Har xil bunday kiyimlarni tutqunimni mana shu pul olaman deb as bo'lmaydi dedi. Munobaza degan boshda bir qitim o'tganda qilgan bu hadislar. Munobaza deganimiz hamda. Masalan, setibog'ichi sotuvchi deydi. Qanday kiyimni sen menga tashlab qo'ygan bo'lsang, mana bu hisob. Chunki setibog'ichi nima tashlab berishini bilmaydi. Shuni sen tashlab bermay, shu ambadan chiqib sen tashlag'ini hisob. Mashina olsa deydi. Men bunimi qilmaydi. Chunki buni ko'rib, bilib bilish kerak. Sifatlari aniq, onun baholari aniq, shakllari aniq bo'lishi kerak. Yoki bo'lmasa, mush toshni yoki mushu bir narsani qo'lamlik narsani tashlayman, qaysi kiyimga tushsa, shu hisob beradigan. Masalan, hozir torlarda bor masalan. Ma'lum bir narsani qo'yib, shu yoki chambarak tekizalsam yoki cho'gizalsam, shuni mening deydiganda, bu bir savdo, qimmat tushunadigan savdo turi. Ammo shunga o'xshaydigan. Bu cheklandi demakchi.
Bu hadisde fakat müşahede hem de Hubayb ibn Abdurrahman degan kishiniki tarjimali o'tmagan, qolganlar hammasini tarjimali o'tgan. Hubayb ibn Abdurrahman kim o deganda, Hubayb ibn Abdurrahman ibn Hubayb al-Ansar al-Hazraji, Ansari sahabalarniki avlodi bo'ladi bu kishi. İmam Nesai Yahya ibn Ma'in siqa shayjik odam deb ta'riflagan. Shundayqa Ibn Said rahmatullohi alayh oz hadislar bayon qilgan bo'lsa-mu, lekin ishonchli odam deb ta'riflagan. Bu kishi Hafs ibn Asim, Abdurrahman ibn Mas'ud qatorliq kishilardan hadis rivoyat qilgan. İmam Malik, Shu'ba, Yahya ibn Sa'id qatorliq ulamolar bu kishidan hadis bayon qilgan. Bu shogirdlar bo'ladi hamda. Xo'sh. Endi bu kishiniki hamda hadis ilmi qo'shgan tuhflar qatorida Sahih Buxoriyda 16, Sahih Muslimda 11, Abu Davudda 6, Nasaiyda 5, Tirmiziyda 4, Muvatta İmam Malikda 2 dona hadisi bor. Mana bu hadis ilmi qo'shgan tuhfasi qatorida hisoblanadi. Hijriyaning 133-yillari o'lib ketgan buyuk kishilarning. Yana birisi bu yerda Hafs ibn Asim dedik. Hafs ibn Asim degan Ömer ibn Xattobniki nevirisi bo'ladi. Madinlik İmam Nasai, Abu Zur'a qatorliq kishilar siqa ishonchli odam deb ta'riflagan. Tabiin kishi, tabiinning bolasi yoki tabiinda sahobaning nevirisi hamda Ömer ibn Xattobning nevirisi Asim degan kishining o'g'li bo'ladi. Hicriyanın 90-yillarda ölüp ketken İbn Hajar Asqalani İmam Zahabi rahmetullahi aleyhi siqa deb ta'riflagan. Ömer ibn Xattobniki nevirisi bo'lsa Quraysh qabilasidan, adaviy jamiyatidan bo'ladi bu odam. Ko'plagan ulamolarniki yaxshi bahosiga, shu siqa degan bahosiga erishgan buyuklarniki biri. Bu kishi Abu Hurayra, o'zining tog'asi Abdullah ibn Umar, qatorliq dadasi Asim ibn Umar, mushulardan hadis rivoyat qilgan Abu Said al-Xudriga o'xshash sahobalardan. Bu kishidan ham hadis rivoyat qilgan shogirdlari hozirgi Habib ibn Abdurrahman bu kishiniki shogird bo'ldi. Hamda hadis ilmi qo'shgan tuhflar qatorida Imom Buxoriyning Sahih Buxoriyda 19 dona hadisi bu kishining nomida bayon qilingan. Sahih Muslimda 14, Abu Davudda 5, Sunan Nasaiyda 5, Tirmiziyda 3 dona hadisi bor. Muvatta İmam Malikda 2 dona hadis bayon qilingan. Shu ikki raviyninki tarjimali boshda o'tmagan, qolganlarimiz tarjimali o'tgan. Xo'sh, bugun undaqda dersimiz bir şey bo'lg'ay. Sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajmain.